Siz bo'yin sohasining orqa qismiga muz bo'lakchasini qo'ysangiz qanday mo'jiza yuz berishini bilasizmi? Bilmasangiz unda bu videoni oxirigacha ko'ring va qanday hodisa ro'y berishini o'zingiz bilib oling. Bu aytayotgan usulimiz sizga erish bo'lib tuyulishi mumkin. Balkim buni eshitib kulgan ham bo'lishingiz mumkin. Ammo bo'yin sohasini orqa qismiga muz bo'lakchasini qo'ying va sodir bo'ladigan mo'jizaga o'zingiz guvoh bo'ling. Muz bo'lakchasini qanday qilib bu sohaga qo'yishni aytishdan oldin aslida bo'yin orqa sohasi bu qanday soha ekanligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishni joiz deb topdik. Bu bo'yin orqa sohasidagi nuqta Xitoy tibbiyotida Fenfu nuqtasi deb nomlanadi. Bu nuqtamiz bosh suyagining pastki qismida bo'yin umurtqasi bilan birikkan soha hisoblanadi. Bu usulning asosiy sirlaridan bittasi shuki, agarda siz muntazam ravishda bo'yin sohasiga muz bo'lagini qo'yib tursangiz, bu sizning organizmingizni yoshartiradi va bundan tashqari organizmingizni kuchli energiya bilan ta'minlab sog'lom bo'lishiga xizmat qiladi. Buning uchun bu fotosuratda ko'rganingizdek bo'yinning orqa qismiga bir bo'lak muzni qo'yishingiz kifoyadir. Xo'sh, bu usulni qanday qo'llaymiz? Oldin qorin sohasi bilan pastga qarab yotasiz va Fenfu nuqtasini topib bir bo'lak muz parchasini qo'yasiz va ustidan selofan bilan 20 daqiqa davomida yopib qo'yasiz. Muolajani ertalab och qoringa yoki kechasi uxlashdan oldin qo'llashingiz mumkin. 30-40 sekund vaqt oralig'ida sizda bu nuqtada kuchli qizish hodisasi yuz berishi mumkin. Bu esa o'sha paytda organizmingiz ko'p miqdorda endorfin ishlab chiqarayotgan bo'ladi. Endorfinning foydali xususiyatlari haqida esa keyingi videomizda batafsil to'xtalishga harakat qilamiz. Ana endi bu usul organizmingizga qanday foydali ta'sirlar qilishi haqida sizlarga aytib o'tamiz. Birinchi, uyquni yaxshilash. Muz bo'laklari qo'llaganingizdan keyin uyqu tinch, osuda va mustahkam bo'lishiga olib keladi. Ikkinchi, ayollardagi PMS sindromini davolaydi. Bunda ayollarda kuzatiladigan og'riqlarni bartaraf qilib, PMS kasalligini yengillashtiradi. Uchinchi, qalqonsimon bezning muammolarini bartaraf qiladi. Ko'pchilik odamlar qalqonsimon bez kasalliklaridan aziyat chekishadi. Bu usuldan foydalansangiz, qalqonsimon bezning bir qancha kasalliklarini davolaydi. To'rtinchi, ovqat hazm qilish sistemasini yaxshilaydi. Barcha yoshdagi odamlarda oshqozondagi og'riq, meteorizm, ovqat hazm qilish muammolari kuzatiladi. Xitoy tibbiyotida qo'llaniladigan bu Fenfu nuqtasiga muz qo'yish usuli yuqoridagi barcha muammolarni yo'qotadi. 5. Migren kasalligini bartaraf qiladi. Ba'zi kishilarda vaqti bilan bosh og'rig'i kuzatilib turadi. Bu migren kasalligi hisoblanib, bundan qutulish uchun Xitoy tibbiyotida odatda odamlar igloterapiyaga murojaat qilishadi. Ammo hozirgi muz bo'lagini qo'llash bilan ham bu kasallikdan tezda xalos bo'lishingiz mumkin. Artrit kasalligi. Odatda bu kasallikda bizni kuchli og'riq bezovta qiladi. Agarda biz aytgan usuldan foydalansangiz, artritdagi kuchli og'riqlardan xalos bo'lasiz. Hattoki gipertoniya, gipotoniyada ham yordam beradi. 7. Bronxial astma kasalligi. Bu kasallikni medikamentozlar bilan birgalikda Fenfu nuqtasiga muz bo'laklaridan qo'yib foydalansangiz, kasallikning belgilarini ancha yengillashtiradi. 8. Odatda sellyulitdan ko'pchilik ayollarimiz aziyat chekishadi va undan qutulish choralarini izlashadi. Buning yo'li ham oson. Agarda siz Fenfu nuqtasiga muz bo'laklaridan qo'yib foydalansangiz, tezda sellyulit kamayib, ayrim hollarda batamom yo'qolishiga ham erishishingiz mumkin. 9. Stress va charchashni kamaytiradi. Kuchli charchoq his qilganingizda, stress yoki depressiyaga tushib qolganingizda bu usulni bir qo'llab ko'ring va natijasini yaxshisi o'zingiz ko'ring. 10. Kayfiyatni ko'taradi. Fenfu nuqtasiga muz qo'ysangiz, kayfiyatni ko'taribgina qolmay, organizmni kuchli, sog'lom qilishiga ham olib keladi. 11.
Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.